Assalomu alaykum. Jigarlar, sog' salomatmisizlar? Maza qilib issiqda kunlarda yuribsizlarmi? Issiqda kunda nima qilish kerak, bilasizlarmi? Kelasizda. Kelib turib suvni qaranglar. Jannat makon, o'rta to'pim. Bu ariqlar chopilmasdan juda ham kichkina bo'lib ketadi. Biz yoshligimizda bu ariqlardan biz kalla to'shab narigi betiga zo'rg'a o'tsak o'tardik. Uni hamma ham o'talmas edi. Bil endi eski holatda bo'lmabdi-yu, lekin mahalla endi pul to'plab choptirildi. Xudo xolasa dahshat mana suv. Endi vaqti bilan kelyapti, lekin suv mazza. Deralarimiz ham zo'r bo'lib qolibdimi? Endi bugun uchastkaga kelganmiz. Mana shu meni kutib turgan ekan, mana shu ketmon. Bugun oldim. Xudo xolasa kelib eski obunachilarimiz biladi, teralarni sotganimiz, kesib sotib olganimizdan keyin taglardan chiqqani. Musofirda yuraverib betga kelmaganimga bir 3 yillar bo'lgan edi. O'zi uyimizdan 200 metr xolos. Lekin mana shu yerga kelgani vaqt yo'q. Bugun suv ochyapmiz. Ariq ko'laganda xalaqit bergan daraxtlarni kesib yerga tashab qo'yibdi. Ishonaveringlar, bir aylanib kelsiz, mana shu yerdan bir lab o'tin chiqib qolaveradi taylardan yoki qalin bo'lib ketgan joylardan. Shuni putasangiz bir moshina lab chiqaveradi. Yer yaxshi narsa-da. Bugun bir suvni qo'yaylik deb hozir suvga tushdim. Уже почти meni ko'mayapti. Ariqda shunaqa chuqur ko'g'labdi. Bo'yim 1.75 atrofida. Shu meni ko'mayapti. So'limligini qaranglar, jigarlar. Bu videoni qo'yishdan maqsad bu Shohmordonga, Perevalga borib dam olish ham shart emas ekan. Anaqa joylarga kelib, o'zimizni yashab turgan joyimizda ham dam oladigan joylar ko'p. Kemislarmi? Alo? Ashnaqa. Mana yaqinda bundan oldingi videoda qo'ydim. Nimaga borib keldik? Perevalga borib keldik. Men Rossiyadan haligi doim yomg'ir, salqin havodan kelganimgami, ash Pereval menga dam olgandek bo'lmadim. Ammo mazza qilib oshlar deb keldik, lekin dam olgandek bo'lmadim. Undan keyin kelib uyda mollarimga qarab, tovuqlarimga qarab, mana uchastkada suv qo'yib, endi bitta yoshliklarimizda mana shu yerlar dala bo'lardi, kolxoz yerlari bo'lardi. Mana biz turgan joylarda mana shu yerlarda tutlar mana qator tutdi. Endi keyin uchastka qilib berib bizga nasib qilgan. Bu yoqlarda yarimiga uy solganmiz, yarimi uning ustiga terazor qilib qo'yganmiz. 2 marta kesib sotildi. Xudo xolasa, mana tagidan chiqqanlari ham yana qaranglar, uje buyum bo'lishga moslashdi, uje boshladi. Bu yil o'ta qalin edi. Bahorda yakkalatdik. Endi buni keskincha yakkalaveramiz. Qalin bo'lib ketgandan keskincha yakkalaveramiz. Mana, qaranglar. Mana katta-kattalari qolaveradi. Haligi katta bo'lmayotganlarini tutab ana qilsak bo'laveradi. Hozir suv qo'yayotgan joylarni ham ko'rsataman. Kelinglar meni orqamdan, kettalaring. Endi vatanda yurganlarga bilinmaydi-yu, musofirda yurganlar sog'inadi mana shunaqa. Kimdir yangi cheki bor, kimdir uyda. Lekin uyimizga mana suv kirmaydi. Agar atam yo'qda, bu suvni qaranglar. Kelinglar, qayerda qolib ketinglar obunachilar. Mana qaranglar. Mana. Buni gapsi boshqacha-da. Nima dedinglar? Keling, men suvni oqishini ko'rsatib qo'ying. Musofirda suv qotib, har kuni yomg'irda qolib ketayotgan. Moskvadagi, Podmoskvada yurgan obunachilarimiz, mana qaranglar. Mazza. Mana qaranglar.
suv oqishini qarang. Mana bu suvni oqishini qarang. Hozir bu arig'imiz to'lib olsa, nariyoqqa ochamiz, xudo xolasa. Bu nari bosh tarafida ichcha bog'imiz ham bor. Xudo xolasa. Yuringlar ko'rsataman sizlarga. Ketdik, jigarlar. Operator qolib ketmaydi. Ketmon. Meni rosa kutib turgan ekan. Lekin buni tomirlari kattaligi uchun suv qo'ymasangiz ham qurib qolmayapti. 2 yil menimcha adashmasam bo'shun suv qo'yilmadi. Mana qishloqda katta bo'lgan odamlar. To'g'ri, hali montajda to'g'ri kelmaydi shu kamera. Qishloqda katta bo'lgan odamlar ana shu o'tlarning hidini ham biladi. Mana o'tlarning hidi qanchalik tortyapti. Eng bo'lib ham yoshligida katta bo'lgan joyingda bu. Mana otamizdan shu uy joylar u hamma yo'q qoldi. Mana shu uchastkalarda kelajakda bolalarim qiynalmasin deb mana shu uchastkalarni olib bergan. Kelinglar. Operator yangi kelinglar demasa turaveradi joyda. Lekin berkiringlar. Lekin suvni qaranglar. Makam endi eshik qilishimiz kerak. Bir paytlar paxsa devor qilib Samarqand Pazdorg'on tumanidan ustalar kelib mana shu paxsalarimizni o'ragan. Endi usti ochiq, baribir ming pishgan loy bo'lsa ham uqalanar ekan, boshqa bo'lar ekan. Devor eskirdi. Bu yog'ini shlaka blok qilganmiz-ku, ariq tomonni. Lekin bu polni qo'rg'on paxsadan bo'lgan edi. Shuning uchun baribir edi. Buni ham yangilashimiz kerak. Mana o teraklar ham bizniki mana. Mana shu tolni o'zini bitta cho'pay suqib qo'yganmiz. Kerak bo'lsa har yili bo'lmasa ham 2 yilda bir kesamiz, bir labi o'tin chiqaveradi mashinada. Bu ham eskiryapti. Endi taydan kesib yangilaymiz. O'sha o tanalari bilintirib qo'yapti. Mana nega xudo xolasa eshik temir eshik qilsak. Odamdan himoya emas, prostali mol, qo'y, itlar kiradi. Mana bu dahana necha yillardan beri ochilgan yo'q, to'lib ketgan. Shuning uchun mana shunaqa ozroq o'tyapti. Suv o'ta katta bo'lmasa. Lekin bir tomoni yaxshi ham. Nimaga siz shashib qolmaymiz. Haqiqiy qishloq hayoti. Men rosa sog'inganman buni. Ayniqsa musofirda yurganingizda o'tirsangiz sog'inasiz. Mana maytlardan itlarim narsalar kirar ekan. Bu yerdan bolachalar kiradi. Chunki mana yerda mevalarimiz bor-da. Mana shu mahalla. Mana mevalarga suv quyilmay o'zi qurib ketibdi mana. Mana yerda o'riklar bor. Opam mehnat qilgan opam o'zi peki bog' qilgan mana shu yerlarda. Bodam bor. Hamma yo'q bor bu yerda mana. Mana qaranglar. Hozir qaydan olyapsiz videoni desiz? Andijon viloyati Bo'z tumanida O'rta To'p mahallasidaman. Mana Sherbek do'simi chekiydi, sotib olgan. O nimadir ekibdi. Mana zo'r mahalla. Endi gaz yo'q bu yerda, svet, suv. Nastya? Bu olmalarni qara. Qarang. Qarang. Maşallah, maşallah. Mana mevalar qarang, qaramabman. Voy vo. Hozir mollarga terib ketamiz to'kilganlarni. Mo olmalar qara. Faqirab kelib terib olsa ham bo'lar ekan. Qara, mollaringga, sigiringga bersang, suti ko'payadi. Biznikida ayollarning biznesi sut biznesida.
Bu dalalarni sog'ingan jigarlar uchun-da. Buni qaranglar, bularni kesish kerak edi. Yong'oqlar o'zi chiqqan, mana shu yong'oqlar ekilmagan. Ha, hakkalar olib kelgan qo'shnimizga o'zi xalaqit berar ekan. Chunki qo'shnimiz tomonga endi qurilish qilmasa-yu, terib yeyishib turaveradi. Qurilish qilsa xalaqit berar ekan. Shu devorlarni yangilashim kerak. Qani? Lekin odam o'tolmaydi. Mana baland. Yangilash kerak. Bu yerda bir sotuvga ham qo'ydim. Naq pul yo'q ekan odamlarda. Sotigini 2000 dan qo'ygan edik. Xardor chiqmagan emas, chiqqan. Bitta xardori chiqqan. 4 ga bo'lib dokument qilib berasiz degan. Bermaganman. Yo'q. Ha, bir nechta xardor chiqqan. Yarim puli nasiya. Endi o'zlarini ham men ham diqqat qilishdan nima kerak bu? Mana buni qaranglar. Qancha xoli bo'lsa, tera shuncha yaxshi katta bo'lar ekanda. Haligi u nari chekadagilar bilan mana shular bir kunda kesilgan. Nechta qo'yishibdi mana? Mana shundan 5 ta qo'yib qo'yishibdi. Bundan ikkitasini olib olsak yo 3 tasini olib olsak, ikkitasi qolaveradi. Biz endi bir danaga o'ta siyrak qilib yormadik. Chunki yangi chiqqan shoxlar sinmasin deb turib, qalinroq qo'ydik. Chunki biz har yili biz o'tin ko'mir yoqamiz uyimizda. Mana shularni kesib labada olib ketaveramiz-da. Bilmadim endi. Menga o'sha mashina dalalarda tabiat sog'inganlar uchun olib qo'yapman. Endi bizni hozir auditoriyamiz pasayib ketgan, chunki 1 yil video qo'ymadim. Xudo xolasa endi tezda video qo'yib turishga harakat qilaman. Xudo xolasa. Ama mazza. O'ta mazza. Birinchidan havosi ashi tipa Shahmordonda havosi siz bo'laveradi. Salqin. Ikkinchidan tabiat. Hech kim yo'q. Mazza hech kim yo'q. Daraxtlardan qurganlarni kuzda kesamiz, xudo xolasa. Ko'ramiz, yo sotib yuboramiz, yo fermani mana shu yoqqa ko'chirib kelishimiz ham mumkin. Xudo xolasa. Mana bu tarafga ochdik endi. Suvni ketishini qaranglar. Ketishini qaranglar suvni. Mana qaranglar. Oy! Suv bu hayotda, suv bu hayot. Bugun o't o'lanlar ham, teralar ham maza qiladigan bo'ldi. Xudo xolasa. Mana nima ekan? Olimami? Bu yovvoylashib ketib shekilli. Mana suvni kirishini qaranglar. Hozir qo'ytirmadan dimlaymizda, monetlarga chiqadi. Mana monetlarga chiqaramiz. Bo'lmasam chekka bilan oxiriga bosib jiyanim огородga kirib ketadi. Jiyanim ham o'ta kuchli dehqonchilik qilgan bu yil. Xudo xolasa bir 1000 so'mmi, 1,5 so'mlik maktabga ekib qo'yishdi. Mana. Aytjonim. Mana ko'p, mana bexilar, olmalar hammasi o'zi chiqqan. Ketyapti. Ko'rinyaptimi? Bu video miyani dam oltiradigan video. Deganlar. Mana. Nima bu? Mana. Kuzatib turlar, to'sib qo'yay. Ha, bu old tarafimiz. Uyda old tarafi. Xudo xolasa mana. Hamma joyda suvlar oqyapti. Mana. Qaysi mashina meniki? Bir aytinglarchi. Kommentariyaga yozib qo'yinglarchi. Bu Kolumbiyadan kelgan mashina. British Kolumbiya. Mana bu mashinalar bor. Ana.
Ana suv. Hatta hammom tualetlariga sharoitlar qilingan. Oy. Mana araqni qalay qilibmiz. On daraxtlarimizni ko'rasizmi? Mashinalar zo'r bo'ldi, muyum bo'ldi mana. Yag'ishaki mahallasi. Mana shu yerdan bir 300 metr yursangiz katta soy bor. Dahshat joy. O'rdak, mol qo'ylarga zo'r joy. Mana suv ko'pligidan manaqa to'sib qo'yishibdi. Ana shu Cobalt. Bizning mashina. Kommentariyada topganlarda otasiga rahmat. Eski obunachilarimiz biladi. Xuddi shuna qarangda Cobalt'im bo'ladi. Sotib yuborgandim mana. Ikkilar mana shu nomerni ko'rsalar men ketayotgan bo'laman. Toshkent nomer. Bu qo'shnim mashinasi. Rangimiz bir xil. Yangi balonlar qo'yib keldik kecha kuni. Shunaqa gaplar. Hurmatli jigar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Endi borib uyga borib nevaralar kelgan uxlashyapti. Choy ichirib qo'yib qaytib kelamiz. Ungacha suvlar ham bo'lib qoladi. Sog' bo'linglar, o'zingizlarga ehtiyot qilinglar.